Bugungi videoda Minecraftdagi top 5 ta mifni tekshiramiz. Qani bilmasam, kettu! Birinchi mifimiz xohlagan mobni teskari qilib qo'yishga bo'ladi. Uning uchun name tagni olib, anvilga solib, grum deb yozamiz. G R U M M va xohlagan mobni olib ustiga name ni bossak, любой mob teskari aylanib qolar ekan. Bu seriozni lekin o'xshayapti-da. Xohlagan mobni teskari qilib qo'yapman. Qaranglar-da. O'ylab ko'ringlar, oldingizda shuncha mob yuribdi-da, lekin bittasi ham normalni yurgani yo'q. Hammasi teskari yuribdi. Tush. Shunchalik zo'rmi bu? Modsiz qilingan eng kerakli joyi. Modsiz o'ynaydiganlar bo'lsa qilsa bo'ladi. Ikkinchi mifimiz xohlagan mobning tovushini chiqarish mumkin. Xato eshitmadingiz. Agar sizda nota bloki va ularning boshi bo'lsa va ustiga shunday qilib qo'yib chiqsangiz, ularning tovushini chiqarish mumkin. Nota blokning ustiga bosasiz, ularning tovushi chiqadi. Qanday o'ylamaydigan narsasi. Minecraftni o'ylab chiqqan odamni-chi, kallasiga qanday yetganiga hayronman-da. Uchinchi mifimiz akalar, vashshi eng zo'ri. Bunga shunaqa equipment, bitta shisha va night vision kerak bo'ladi. Tungi ko'rish, ya'ni equipment armor qo'yishga, shunaqa suvni ostida X-ray qilishga bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? X-ray. Boya qanaqa qilganimni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Equipmentni oldim, qo'liga oynani ishlatdim va night vision sepdim. Night vision prosta qop-qora bo'lib turmasligi uchun. Bu bir minus bor. Faqat muz va suvda ishlaydi, lavada ishlamaydi. Uchinchi mifimiz akalar, bu kamel, ya'ni tuyada yursak, hech qaysi mob bizga tegna olmas ekan. Zombini sinab ko'ringlar-chi. Rostdan ham meni xipa olmayapti. Oho, bolasi ham olmayapti daji. Bolasi eng yomon edi orasida. Bu endi bu spiderlar tegishmaydi hech kimga. Eng qiziq bo'lib turgani, Varden bizni uradimi yo'qmi? Varden. Oho. Lekin tegmayapti hozircha. Boshqa moblarga tegishib ketyapti. Hozir orqasiga o'taylik-chi. Yo'q. Varden boshqa moblar bilan urushib ketdi. Nimagadir bizga tegishni xohlamayapti. Bizni zashishays qilyapti nimagadir. Shuni xohlayotgan bo'lsa kerak. Xo'p, mayli. Boshqa Vardenni qo'yib sinab ko'rishimiz kerak. Biroz chetroqqa chiqib, endi orqadagi skelet bizga otyapti. Lekin u ham Vardenga tekkizib qo'ydi-da. Endi Varden u bilan urushib ketadi. Aytdim senga. Nimaga qo'shilding endi? Faqat o'lib qoldi. Tush ham o'lib qoldi-yu meni. Lekin boshqa hech qaysi tegina olmadi. Varden ham xipa olgani yo'q. O'lib qoldimi? Bu yolg'on ekan. Oxirgi mifimiz akalar, bu cheksiz qorbobo qilish. Shunaqa qilib qaychi bilan boshini kesib olsanglar bo'ladi. Yangi obnovleniya chiqdi, bilsanglar. Va ostidagi qorni belkurak bilan olsanglar bo'ladi. Ya'ni qor tushadi, belkurak bilan olsangiz. Va sizga 4 tasi kerak bo'ladi. Belkurakdan bitta qor blok yasash uchun, bitta qorbobo yasash uchun esa 8 ta kerak bo'ladi. Men nimagadir ko'p qilib yubordim-da, nimaligini bilmayman lekin. Xo'p, shunaqa qilib 4 ta qilib qo'ysak, shunaqa qor bloki yasaladi. Va
siz buni ustiga qo'ysangiz va ustiga boyagi qovoqni qo'ysanglar, qorbobo chiqadi yangi va boshini yana kesib olasizlar-da, boyagi joyiga borib yana farm etasizlar. Bo'lmasa bungi video tugadi akalar. Keyingi videogacha sog' bo'linglar.